Hurmatli qishloq xo'jaligi mutaxassislari, sizlarga yana bir kultivasiyamizni tanishtirib o'tamiz. Bu ham O'zbekiston Belarus qo'shma korxonasida tayyor 76 sxemaga moslashgan. Bu kultivatorimizni ham bemalol 60 sxemada 90 sxemaga surib ishlatsalaring bo'ladi. Belorussiyadan o'zida ishlab chiqarilgan. Mana materiallarini ko'ryapsizlar. O'ta mustahkam zashtilari bilan KXM 4BZN rusumli paxta kultivatorimiz. Bu BZN degani bakovoylik и orqasi osma zatli kultivatorimiz. Bu kultivatorimizda ham xuddi osmadagidek mana dori solish uskunalari mavjud. Keling, mayda ham oling-da. Orqada 100% organlari mavjud. Britvadan tortib kikkur chuqur yumshatkizgacha, agatlarigacha unga qo'shimcha yana organlar bersiz bo'laveradi. Bunda ham paxtani himoya qiladigan farchuylari mustahkam mana temirlardan tayyor qilib qo'yilgan. Oldingidaqa machalka qirqib, rezinka qirqib qo'ymaysizlar. Mana balonlarga to'sqichlarimiz, oldi baloniga to'sqichlarimiz mustahkam qilib tayyorlangan. Bu kultivasiyamizning narxi 130 million. Pul o'tkazish yo'li bilan bemalol cheklanmagan miqdorda olishingiz mumkin. Olib ishlatinglar, foydasini ko'rasizlar. Katta. Hurmatli dehqonlar, hurmatli fermerlar, kelinglar, ko'ringlar. Sizlarga tavsiya beramiz. 100% kafolatlangan. Kelasizlar, o'zlaringiz yoqtirib qolasizlar. Xudo xolasa, Andijon O'zbekiston Belarus qo'shma korxonamizda keyingi ko'rsatuvlarimizda sizlarga Belorussiyadan keltirilgan mana yumshatgichlar, tuproq yumshatgichlari, katta traktorga ilinib haydov qilinadigan katta yerlarni mana haydovlarni hamda katta maydonlarga chuqur yumshatgichlar. Mana texnikamiz shunday yoyiladi, 12 metrga boradi. Sizlarga eng qiziq ma'lumotni beraman. Hozir mana 0,5 gektar, 1 gektar hozir prezidentimiz yer beryapti. Ajoyib yangi texnikalarni kelinglar, Texnomashdan topasizlar. Buni hozir gapirib o'ta olmaymiz. Mana o'ziga kelgan texnikalarimiz, Belarusdan kelgan pnevmatik selkalarimiz, o't yutgichlar, eng asosiysi boq qatorlariga separadigan bir dori apparatimiz kelgan. Xudo xolasa keyingi obzorimizda shu dori boq qatorlariga sepadigan dori sepadigan apparatimizni chiroyli qilib sizlarga obzor qilib beramiz. Ko'ringlar, Agrouz kanalidan sizlarga yangi texnikalarni Xudo xolasa tayyorlab ko'rsatib boramiz.